Ev Solar Charger kompaniyasi elektr avtomobillari uchun quyoshda zarar oluvchi noodatiy tizim GoSun'ni taqdim etdi. Bu tizim elektr avtomobilingizni tarmoqsiz, ya'ni istalgan joyda quyosh nuri orqali quvvatlantirish imkonini beradi. Maxsus quyosh panellari mashinaning oldi oynasi, kapoti va orqa bagaj qismiga o'rnatiladi. Buning natijasida deyarli har qanday joyda energiyani to'plash mumkin. GoSun tizimining o'zi atigi 32 kg vazn va 12,7 sm balandlikka ega bo'lib, mashinaning tomiga o'rnatiladi. Undagi 200 vatli quyosh panellari hatto avtomobil harakatda bo'lganda ham batareyani quvvatlantira oladi. Lekin eng yuqori samaradorlikka mashina to'xtab turganda erishadi. To'xtagan paytida panel to'liq ochiladi. 1200 vattgacha quvvat ishlab chiqaradi. Yaxshi ob-havo sharoitida bu tizim sizga qo'shimcha 50 km yurish imkonini beradi. Bu ayniqsa uzoq sayohatlar yoki tabiat qo'ynida quvvat olish uchun juda qulay. Shuningdek, bu tizim mashinangizga katta soyani ham beradi. Bu esa salon ichidagi haroratni pasaytiradi va qulaylik yaratadi. O'rnatish uchun esa atigi 20 daqiqa kifoya. GoSun hozirda $3000 narxda sotilmoqda. Endi savol, shunday quyosh panellari o'zimizda ishlab chiqarilsa, bu narxdan ancha arzon bo'ladimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.